Ben Yasin Qurban, Aksu kelpinde tug'ilgan. Hozir Shvetsiyada, Stokgolmda yashayman. Bu menimki inim Abdulla Qurban. İnim 45 yaş etrafında bo'lib, vatanda Aksu Spenni bitirib, vatanda moliya bizda ishlaydi. 2017'den başlap inimni 200-ci, yani Xitoyga sodiq emas degan bo'xton bilan tarbiyalash elib boramizda turmuga sulaganligini angladim. Ondan keyin yaqinda 2 ay, takriban 2 ay bo'ldi. WeChat orqali yiroq bir tuqqanimizningki bolasidan inimninki yurak kesillab o'lib ketganligini aytgandan keyin biz qanday yurak kesilib burun saqtigi desak, inimiz faqat bizim mush gaplarni shu bilib qolinglar, bizni yashag'il qo'yinglar, bizni mayda sog'-salomat yashag'il qo'yinglar deganlikdan men shuni gumon qildimki, balkim turmida o'lib ketib, shuna deb ba'dimi yoki chiqqandan keyin Xitoylar boshqa bir sabablardan, yani boshqa dori binasini berib yurak kesib bo'lib o'ldimi, bundan hech xabarim yo'q. Bu ayoli Nurnisaxon, bu ikki bolasi Abdulmuhaymin, Zilayxon, bular yetim yolg'iz qoldi. Ular bilan ham aloqa qilishaolmadim. Ular ham bormi yoki yo'qmi, buni bilmayman. Endi meniki demoqchi bo'lganim, nima uchun biz men yoki butun Uyg'urlar o'z oilamiz bilan aloqa qilisholmaymiz? Nima uchun bizga bu zulmlar bulavotidi? Nima uchun dunyo buningga yani ciddi bir halda ish yapamay shunda turibdi. Bundan men nayeti afsuslanaman. Men bütün dünya xalqaro tashkilotiga mushu faqat mening oilam emas, bütün Uyg'urlarningki o'zining oilalari bilan ko'rishishiga bir fursat yaratib berishini va shu tuqqanlarimizningki boya yo'qligini, o'lib ketgani, hayot qolganlarini bilishimizga bir osonlik yaratib berishini, hatto Xitoy hukumatiga ham bu qilg'ini bizga insoniy bo'lsin yoki bizniki Uyg'ur xalqimizga bo'lsin bir qirg'inchilik, yani bizni bir inson qatorida ko'mganligingizki ifodasidir. Men shu yerda so'zimni oxirlashtiraman.